بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ابن ماجه رحمه الله شندق تيدو حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زكريا بن عدي عن ابن المبارك عن محمد بن سوقة عن أبي جعفر قال كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. محمد ابن عبد الله ابن نمير عبد الرحمن الكوفي. Büyük alim İmam Ahmad ibn Hanbal bu kishi ko'p sana o'qigan va Iroq ahlininki Yaquti degan. İmam Nasai bu kishini ishonchli amin deb atagan. Zakariya ibn Adi ibn Zurayq ibn Ismoil ishonchli hadis rivoyat qiluvchi. Ibn Mubarak u Abdullah ibn Mubarak katta imomlarning qatoridan. Muhammad ibn Suqa qari va nayti ibodatgo'y ishonchli kishi. Bu kishi nayti ibodatgo'y, fazilatlik, sehiy kishi bo'lib, ilm o'quvchilarga va olimlarga ajoyib zo'r miqdordagi mablag' bilan yordam qilgan, hadiya qilgan. Ilm uchun pul mol sarf qilish nayti katta fazilatlik, ajri ulug' ibodatlarning qatoridan hisoblandi. Abu Ja'far bo'lsa Muhammad ibn Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib Qurayshi. ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يقصر دونه. ابن عمر رضي الله عنه Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisini anlasa onundan ötep ketmeydi. Lem ya'duhu diyen lem yetecavvezhu diyen gibi. Ve lem yuqassir dunehu. Onundan mükem koymaydı. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu kat sahablarının qatarıdan yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de nurgulgan hadislerini yadlıvagan ve nurgulgan hadislerini rivayet kılgan ve insanlarga petva bergen, suallarga cevap bergen, insanlarga ilim ügetken. Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadislerini ait uluglaş, çonkürüş, hürmetleş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerine alahid ehmiyet beriş. Peygamber aleyhisselam qandaq qilgan bo'lsa shundaq qilishga tirishish bilan mashhur. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamdan bir hadis anglasa o'tib ketmaydi va undan kam qilib qo'ymaydi degani Peygamber aleyhisselamning hadislariga bo'lgan hurmatining nihoyat yuqorligini tushundirdi. O'tib ketmaydi degani Peygamber aleyhisselam hadisda nima degan bo'lsa, shu bo'yicha amal qiladi, shu bo'yicha tushunadi va kishilarga shu bo'yicha tushuntirib, hadisni shu bo'yicha taqitadi, shu bo'yicha o'rgatadi. Peygamber aleyhisselamның hadisiga özünün fikir, ray, ko'z qarashlarini qitib qo'ymaydi, boshqa gap qatmaydi va uni boshqacha tushunmaydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ning hadisida qandaq deyilgan bo'lsa, shundaq tushunadi, shundaq yodlaydi, shundaq o'rganadi. Va uni undan kam qilib qo'ymaydi. Ya'ni hozir degandek, Peygamber aleyhisselam'ning hadisida nima deyilgan bo'lsa, shundaq tushunadi va shundaq o'rganadi va shundaq amal qiladi. Abdullah ibn Ömer radhiyallahu anhu kishilarning savollariga javob berganda, ularga dars o'rgatganda, ilm o'rgatganda va fatvolarga javob berganda Peygamber alayhissalomning hadisini akab turib dalil qiladi, hujjat qiladi. Biz Qur'on Karimni yodlash, o'qish, tushunish, o'rganish va o'rgatish va tarqitishga ahamiyat berish bilan birga yana Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisini o'rganish, o'rgatish, tushunish, tafakkur qilish va yeyishga Qur'on Karimga o'xshash ahamiyat berishimiz kerak. Chunki hadis Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'xshashla Allohning vahiysi va Qur'on Karimni izohlovchi. Qur'on Karimga amal qilishga qanchalik kuchigan, qanchalik ahamiyat bergan bo'lsak, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislariga amal qilishga shunchalik e'tibor berishimiz, shunchalik ko'ngil bo'lishimiz kerak. Peygamber aleyhisselam'ın hadisleriga amal qilishimiz kerak, buyurganlarini qilib, cheklaganlardan yenishimiz kerak. Chunki Peygamber aleyhisselam'ın hadisleri Qur'on Karimning xizmatkori, izohlovchi va sharhiyligisidir.